Kim aytdi duolar qabul bo'lmaydi deb? Ka'bada ishlaydigan pokistonlik bir tozalovchi bilan juda ta'sirli voqea bo'ldi. Iftorga ozgina vaqt qolganda, u juda kamtar holda chin dindan Allohga duo qilayotgan edi. Bu odam kambag'allik va qarzlar og'irligi bilan yashayotgan edi. U qo'llarini ko'tarib yig'lab Allohdan qarzlardan qutulishni so'rayotgan edi. Aynan shu paytda Ka'badagi jonli kamera unga qaratildi. Bu holat jonli efirda ko'rsatildi va keyin ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib ketdi. Saudiya Arabistonda yashovchi bir sahiy inson bu videoni ko'rib qoldi. U bundan juda ta'sirlanib, o'sha ishchini topdi va uning barcha qarzlarini to'lab berishni o'z zimmasiga oldi. Keyin undan o'sha paytda qaysi duoni o'qiyotganini so'rashdi. U shunday dedi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir safar uylariga mehmon kelganida o'qigan duoni o'qiyotgan edim." Voqea shunday bo'lgan. Bir kuni Rasulullohning uylariga mehmon keladi. U zot ayollaridan uyda ovqat bormi, yo'qmi deb so'rash uchun odam yuboradilar. Javob esa shunday bo'ladi: uyda hech narsa yo'q. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagi duoni o'qiydilar: Allohumma inni as'aluka min fadlika va rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ma'nosi: ey Alloh, sendan fazlingni va rahmatingni so'rayman, chunki buni sendan boshqa hech kim bera olmaydi. Rivoyat qilinishicha, bu duodan ko'p o'tmay Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sovg'a sifatida qovurilgan echki yuborilgan. Ulamolar aytishicha, bu duoni qiyinchilik paytida, qarz yoki muhtojlik bo'lganda o'qish juda barakali hisoblanadi. Agar inson Allohga chin dildan tavakkul qilib, samimiy duo qilsa, Alloh unga hech o'ylamagan joydan yordam beradi.